Bu video akalar hali beri 10x Tracker 2 galovkasini ochmagan ukalarimiz uchun rosa foydali bo'ladi. Galovka ko'tarmoqchi bo'lishgan, galovkani hamma boltlarini bo'shatishganda keyin 3 ta kichkina bolti bo'ladi akalar. Shu joyda keyin bitta rosa e'tibordan tashqarida qolib ketadigan mana. Tashqari tarafda turbinaning yonida bitta oltili rezbasi bo'ladi akalar. Shu bo'shatish esdan chiqqanda galovkani chiqarishga harakat qilishgan ozgina blokka zarar yetkazib qo'ygan. Hozir ko'rsataman. Yo bismillah. Mana qaranglar, shu rezbalarini yorib tashlagan mana. Endi hech qaysi usta xohlamaydi o'zi asli bunaqa bo'lishini. Mana svarkalar qilishgan, qo'ldan kelgancha harakat qilishgan, baribir tashqariga yog'oq bergan. Endi biz buni olib qoldik, xudo xolisa chiroyli qilib rezbalarini, shlipovkalarini, ellipslarini standart holatiga olib kelib beramiz akalar. Bu aytayapman-ku, hali beri ochmagan 10x Tracker 2 ochmagan bola uchun juda zo'r foydali narsa akalar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ladi.